Eng qimmat remont qanaqa bo'ladi? Bugun sizlar bilan uch sotuvda 7 ta xonali qilib qurilgan haqiqiy qimmat premium klass xonadonni ko'rsatib beraman. Nikitina mahallada, Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan mana bu xonadonimiz bugun sizlarning e'tibor markazingizda. Video davomida narxlari, shartlari, kvadraturalari hammasini aytib o'tamiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Travertilli ajoyib bir fasad. 3 sotuv maydon, yashil maydonlari chiroylikgina mana shunaqangi gullari, archalari ekib qo'yilgan. Qaranglar, hovlini salqin turadigan fontanlari yozgi oshxonasida bo'lsa chiroyli ovqatlarni tayyorlab, bu yerga tapchan qo'ysanglar ham bo'lar ekan. To'g'rimi? Yo yarashmaydi deb o'ylaysizlarmi bu yerga tapchan? Ichkarilar remontlar juda ham chiroyli chiqqan. Video boshida ko'rsatdim ham. Dizaynlari juda ham bir premium klass bo'libdi. 530 kvadrat metr, fasadi 15 ga 20 joyga qurilgan. Travertinni ham shu qimmatidan toshlardan qilishgan. Hozir qorong'ida yaxshi ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, kunduz kuni yaltirlab chiroyli bo'lib turadi. Keyin o'rtoqlar ichkarilarga kiramiz. Agar siz ham mana shunaqa chiroyli xonadonlarni, hashamatli uylarni niyat qilgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. O'zini kinoteatrlargacha bor o'rtoqlar. Hozir ko'rsanglar haqiqatda hayron qolasiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'rtoqlar qaranglar, chiroylikgina hollari, ajoyib bir noodatiy lyustralari yetmaganiga resli chiroqlari qilingan. Mana bu zinani ustidagi lyustralari va aylanasiga zinalar qilinganligi juda ham zo'r yechim bo'libdi. Oppo mana shunaqangi naqshli eshiklarimiz koronalargacha o'rnatilgan. Devorlarda birat chiroqlarni ham ko'rishingiz mumkin va ayollarimiz orzusidagi oshxonamiz. Voy, qaranglar. Devor bilan bitta bo'lib ketgan oshxona mebellari va o'sha oshxona mebellariga mos tushadigan patolog dizayni. O'rtada o'zini orollari, bitta yarashmagan narsasi mana shu stullar yarashmabdi. Sal chiroyli stul qo'yish kerak edi deb o'ylayman. Hammamizga nasib qilsin. Endi bu yoqda yotoqxonalarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Devorda qilingan ishlarni qaranglar. Orqasiga podsetka chiroqlarni qilib, televizorning zonalarga alohida ahamiyat berib yuborishibdi. Neoklassik uslubidan chiroyli bir ta'mirdan chiqarilgan ekan. Dizaynlariga 1 dan 5 gacha o'zingizlar bahoylar berib qo'yinglar. Qaysi joyi yoqdi, qaysi joyi yoqmadi. Endi mehmonxonamizga kirganimizda narvonga e'tibor bermaylar. Onyx toshlardan dekorativni televizorning zonani ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda ham katta bir lyustralarimiz devorlarda bo'lsa, har bitta nuqtalarda naqshlar, ayniqsa patologlarning tiyagalarida naqshlar ishlatilgan ekan. Eshiklari ajralib turibdi-da, haqiqatda qimmatlariga bilinib turibdi. Birinchi qatimizda umumiy sanuzorimiz bo'lyapti. Installyatsiya unitazi qo'yilgan. Busiz hozir bo'lmayapti, chunki installyatsiya unitazi bilan juda ham uyingiz, ya'ni sanuzoringiz toza turadi. Tayini ham tozalashi imkoni bo'ladi. Birinchi qatimizda duogo'ylarimizga mana shunaqangi yotoqxonalari, o'zinchira sanuzorlari qilingan va orqa hovlisiga chiqadigan mana shunaqangi eshiklari, havo aylanishlari, yorug'lik tushishlardan muammolari yo'q. Ey Alloh, mana shu xonadon hamma chiroqlari yoniq turganda, syomka qilib chiqishimizcha nechta pul yozdi deb o'ylaysizlar? Ko'p yozsa kerak, hamma yorug' bo'lib turibdi-yu, chiroqlar juda ham ko'p. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda ham mana shunaqangi koridor qismini ko'rishingiz mumkin. Balkon qismlariga ham ega. Eng zo'r manzarani ko'rsataman. Mana bu tomondan ajoyib bir manzara ko'rinadi. Zinalarimiz va uzun lyustralarimiz juda ham yarashib turibdi. Zamonaviy uslubdan lyustralarimiz qo'yilgan, ya'ni eng oxirgi stillarda qilingan. Qaranglar, bu tomonda ham bitta yotoqxonamiz bor ekan. Devorlarda ramkalar, tiyagalar ishlatilgan. O'zini trimo zonalari ham alohida qilib qo'yilgan ekan va o'zincha sanuzorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Xullas o'rtoqlar, bu yerga ortiqcha shkaf qo'y, boshqa qo'y deb o'tirmaysizlar. Tayyor holatda ekan. Mana shkaflargacha o'rnatib, ichkarida sanuzorlarni har bitta detallarigacha qilib qo'yilgan ekan. Video oxirida kinoteatrlarni ham ko'rsatib beraman, albatta o'tkazib olmay turinglar. Bu tomonda yana bitta farzandlik yotoqxona. Bu ham o'zincha sanuzorlari bor ekan. Lekin o'ylab qolaman-da o'rtoqlar, 3 sotuv 15 ga 20 joyga shunaqangi hashamatli bir dang'illama xonadonlarni solishyapti. Uning ustiga Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinada joylashgan ekan. Narxini bo'lsa 727 ming so'rashyapti. Yana da o'tib beradigan joylari bor. Bilasizlar, endi bu mahallalarda yeri narxi qimmat. Uning ustiga mana bu xonadonni o'zida ham ancha pul sarflab yuborishgan ekan. Ayniqsa ustalarning qo'li dard ko'rmasin, zo'r ustalar ishlagan shekilli har bitta detallarga alohida ahamiyat berishgan.
Zinani o'ng tomonida ham yana bitta xonani ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda ham yotoqxonamiz, deyarli hamma yotoqxonamiz o'z ichida sanuzelari bo'lyapti. Pardalar uchun alohida bir patologda joylar tashlab ketilgan. Pardalarni bemalol ilishlarga sharoitlari bor va stroyni mebellari ham qilib yuborilgan ekan. Orqa hovlisiga qaragan oynalar bor. Kelinglar o'rtoqlar, sizlar bilan endi podval qismini birgalikda tomosha qilamiz. Hurmatli mijozlar, agar 727 ming pulingiz bo'lganda, mana shu xonadonni sotib olgan bo'larmidi yoki biznesga tikib qo'ygan bo'larmidinglar? Albatta fikrlarni qoldiringlar. Oilangiz katta bo'lsa, Mirzo Ulug'bek tumanida yashamoqchi bo'lsangiz, yaxshi bir qimmat mahallada yashamoqchi bo'lsangiz, mana shu xonadonni olganingiz yaxshi. Uning ustiga 7 ta xonasi bor, 6 ta sanuzeli bor. Bu tomonda katilning xonasi, dual kommunikatsiya qo'yilgan, hamma sharoitlari bor. Bu tomonda ham koronali oppo eshiklarimiz qilingan va bu eshikimiz orqali kinoteatrga o'tishingiz mumkin. Ovoz o'tkazmaydigan panellardan foydalanilgan, ya'ni ovoz qaytib aks sado bo'lmaydi. Kino ko'rayotganingizda ham shunaqangi bir akustikalarni o'ylab qilingan. Ko'rasizlarmi? Hammamizga nasib qilsin. Shu videoni, mana shu xonadonni kimga ravo ko'rgan bo'lsangiz, o'sha do'stlaringizga, yaqiningizga borib qo'ying. Salomat bo'ling.